Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, iymon keltirganlar gapirsanglar haqiqatni gapiringlar. Bo'lmasa jim turinglar. Foydali, solih, yaxshi gapni gapira olmaysizmi? Hech bo'lmasa jim o'tiring deydilar. Mana shu so'zimiz har bitta gapirgan gapimizga Alloh subhanahu va taolo qiyomat kunida hisob qilar. O'zini kalomi Qur'oni Karimda marhamat qilib aytadi: Astag'firullah. Ya ayyuhallazina amanu taqulloh va qulu qawlan sadida deydi. Ey iymon keltirganlar, to'g'ri so'zni so'zlaylar. Sizlarga so'zlash imkonini berdimmi? Qaysi sohada, qaysi yerda bo'lsanglar ham to'g'ri so'zni so'zlaylar. Oilada bo'lasizmi, jamiyatda bo'lasizmi, ko'chada bo'lasizmi, ayniqsa savdo sotiqda bo'lasizmi, gapirasizmi, so'zlaysizmi, faqat rostini gapiringlar. Bir necha yillar oldin azizlar, o'sha Yevropa diyorlarida musulmon odam kelibdi, musulmon savdogar kelibdi yurtimizga desa, bemalol borib savdo qilgan. Nimaga? Musulmon deganda birinchi ko'z oldiga Robbisidan qo'rqadigan odam, ikkinchisida odamlarni haqqidan qo'rqadigan odam, uchinchisida hech qachon yolg'on gapirmaydigan odam kelgan xayol. Musulmon desa, mana shu narsalar xayolga kelgan. Hozir musulmon desa, Xudo xohlasa desa qo'rqadigan bo'lib qoldi. Ertaga ko'rishamiz, ertaga kelasizmi? Mana bu avtoulovni qachon menga topshirasiz? Falon kuni Xudo xohlasa desa, yo'q, uni so'ramayapman. Aniqmi? Haqiqatda topshirasizmi deyapti. Xudo xohlasa deganidan ham qo'rqib qoldi, ta'assuf. Shuning uchun Alloh taoloning oyati nimani ifodalayapti? Iymon keltirganlar, gapirsanglar, to'g'ri so'zni gapiringlar.